Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlarga eng oson usulda pancho modelini o'rgataman. Buning uchun pancho uzunligini chizib olamiz va yuqoridan pastdan gorizontal chiziqlar o'tkazamiz. Yuqorida hosil bo'lgan burchakdan 8 sm pastga, 8 sm yonga nuqta qo'yib olamiz va o'sha belgilagan nuqtamizdan 1-1,5 sm yuqoriga chiqamiz va burchakdan ham pastga 1 sm tushib, orqa bo'yin o'yindini chizib olamiz. Hamda yelka razmerini o'lchab turib, pastga 2 sm tushamiz. Hamda yelkani tutashtirib olamiz. Yuqoridagi gorizontal chiziqdan yeng uzunligini chamalab turib 18 sm pastga tushamiz va yengini tutashtirib qo'yamiz. Pancho etagini razmerga 2 qo'shib yoki 4 qo'shib 2 ga bo'lib qo'yib olamiz. 32 sm qo'yganman bu yoqda. Yeng uchidan pastga to'g'ri chiziq chizib olamiz va 18-20 sm oralig'ida joy qoldirib pancho etagiga avval chiziqda tutashtirib qo'yamiz. Asos andaza hamda modellash sirlari sizga qiziq bo'lsa, uni mukammal o'rganishni xohlasangiz, 3 kunlik intensiv darsimda qatnashing. Qatnashishni istasangiz, direktdan dars so'zini yuboring va men sizga to'liq ma'lumot jo'nataman. Orqa panchomiz tayyor bo'ldi. Buni endi ko'k chiziq bilan belgilab qo'yamiz. Qaysidir fasonni bichishga qiynalsangiz yoki modellashda javob topolmayotgan bo'lsangiz, direkt orqali fasoningizni yoki qiynalgan masalangizni menga jo'natsangiz, sizga albatta yechim topib beraman. Old qismini chizish uchun orqa markazdan 3 sm dan tugma haqqi uchun chiqib chizib olamiz. Iltimos qilgan qizimiz yosh bolaga yoki katta insongaligini aytmaganlari uchun kattalarni panchosini chizib ko'rsatdim. Buni savol bermoqchi bo'lsangiz, aniq yosh bolagami, o'zingizgami, kimga qanaqa razmerdaligini xohlasangiz, shunga qarab sizga yordam bera olaman. Tugma haqqi uchun chiqqan joyimizni andaza boshida tashlagan 8 sm bilan tutashtirib qo'yamiz va bo'yin o'yinini old qismini chizib olamiz. Orqa yelka uchun 2 sm tushgan nuqtamizdan 5 sm pastga tushamiz va bo'yin o'yindi uchun 1,5 sm ko'tarilgan nuqtamiz bilan tutashtirib, hamda yeng uchiga tutashtirib chizib olamiz. Bu balans oralig'i bizda panchoni orqaga ketib qolmasligini ta'minlab beradi. Bizda panchoning old uzunligi uzunroq bo'ladi. Shuning uchun 3-5 sm gacha olddan tushib olamiz. Etak kengligini orqa bilan bir xilda belgilab olamiz va avval shaklda tutashtirib chiqamiz. Tayyor bo'lgan old bo'lagimizni qizil marker bilan belgilab chiqamiz. Shu kabi modellash hamda tikuvchilik sirlariga qiziqsangiz, sahifamga obuna bo'ling va meni kuzatishda davom eting. Andozalar va modellashtirish sirlari 3 kunlik intensivimda qatnashib, modellash, fasonlarni chiqarish va asos andazaning barcha sir asrorlarini men bilan birga o'rganib oling.